gay xodimini chaqiramiz. Gay xodim chaqiring. Bo'ldi, shuradaga bir qarab oling. Assalomu alaykum, charchamaysiz aka? Aka o'zingiz tanishtirib oling. Inspektor Haytalim, assalomu alaykum. Hujjatlaringizni taqdim eting. Ular ham bizga o'xshagan xodim. Hujjatlaringizni bemalol taqdim eting. Ko'rishga imkon bor, vakolati bor. Bodi kamera o'chirib qo'yaver, hurmatli fuqaro. Yo'q, men aytganman, men olganman. Hech qanaqa Ochiqlik va shaffoflik prinsipi bo'yicha aka, tushmadim. ochiqlik va shaffoflik prinsipi bo'yicha videoga olyapman. O'shancha hujjatlaringizni taqdim etavering. Ular Trans vazirligidan Shundan aka, 971-sonli qarorga asosan bodi kamerasi bo'lsa men hujjat taqdim qilishga majbur emasman, to'g'rimi? Yo Vazirlar Mahkamasining qonuniga lekin bular ham ishlikda xizmatda bular ham. tushundim. Vazirlar Mahkamasining qarori nima amal qilmaydimi? O'zimizlarmi Vazirlar Mahkamasining qarori? Bizda bo'lsa-mi? Bizda bor-ku. Siz gay xodimga bo'ysunasizmi? Hurmat Bo'ldi mana. Menga Menga taqdim eting mana inspektor Haytalim. To'liq tanishtirib oling aka, Assalomu 975 alaykum son. inspektor Haytalim. Marhamat qilib haydovchilik guvohnomangiz, texpasport keling. Boshqa hech narsa. Faqat me'yoriy hujjatlarmi? Albatta shu. Hammasi joyidami? Ichkilik bo'lmaganmi? Yo'q, yo'q. Bo'ldi, nimaga bo'lmasa? Bodi kamera ishlayaptimi? Ishlayapti, albatta.